Salom do'stlar, sizlar Tony X Plays kanalidasizlar. Xo'p, bugun hozir o'yinni nomi chiqarim. Ayo, chiqmasa ekan o'sha bu yerda. Xo'p, Express No 6 degan o'yinni o'ynaymiz. Shunaqa deb qidirsanglar, yozsanglar chiqadi. Express No 6 raqamni yozsanglar chiqadi. Agar o'yinni oxirigacha ko'rsalaring, yoqsa o'yin bemalol tortib o'ynashlaring mumkin. Xo'p, bo'lmasa biz boshladik. Qanaqadir vagonda uyg'ondik. Qani ko'ramiz. Xo'p, vagondamiz. Все затекло. Надо пройтись, размяться по вагону. Xo'p, vagonda oxiriga borishim kerak deyapti hech narsa. Xo'p, oxiriga boramiz. Что-то чая захотелось. Choy ichgim kelyapti deyapti. Adashmasam borib o'sha choynagini bir nimasini olib kelishimiz kerak o'zini vagonida. Choy olyapmiz. Mana bu krujkasini olyapmiz. Yana bir narsa olsa bo'ladimi? Uning ham damlab kelish kerak. Bo'ldi, boshqa narsa bo'lmaydi. Narsa bo'lmayapti lekin. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ketamiz shekilli. Narsa bo'lmadi lekin. Mushuk uxlayotibdi. Choyda bo'lmasa. Hop, choyni oldik. Qani ketdik o'zimiz xonamizga. Mana yangi yil o'sha poyezdda, vagonda. Чай пусть остывает, пока пойду схожу в туалет. Hop, choydan keyin nimaga bir o'tib kelsam bo'ladi-ya. Kelchi yengiligi. Yetti yengiligi o'tib kelamiz shekilli. Katta ekan uning xonasi. Manimi? Я занята, отвали. Evet. Ölçü band deyapti. Nimaiki? Ha, shu yer ekan. Aman, aralar. Qo'lda yuvib bo'lmaydimi? Yo'q, qo'lda yuvib bo'lmasa ekan lekin. Qo'lni yuvib bo'lmadi. Mayli bularga bo'laveradi. Теперь можно и полежать немного. Endi uxlasam ham bo'ladi deya bilamiz. Xo'p, mayli. Yotib uxlaymiz bo'lmasa. Как же я устал. Все надоело. Неинтересная работа, тупое начальство, бесконечная суета. Ради чего все это? Как хорошо, что в пути можно хоть немного отдохнуть от всех проблем. Этот год выдался особенно тяжелый. О, похоже, сосед что-то не то съел. Здесь уже нечем дышать, надо скорее выйти из купе. Sherik normal emas ekan, tur tezroq. Tur. Bo'lmadi. Tur. Bitta. Уважаемые пассажиры,
Добро пожаловать в экспресс номер 6. Вас приветствует начальник поезда Михаил. До Нового года осталось всего 30 минут, поэтому наполняйте бокалы, накрывайте на стол. С наступающим Новым годом и Рождеством. Nimani ovozi u, ey? Vagon Пойду qarashda проветрюсь в тамбур. bo'lyapti. Не хватало еще проспать весь праздник. Hop, o'sha bizni bu poyezd xodimlari o'sha passajirlarga yangi yil bilan tabrikladi hozir. Shu yarim soat qoldimi yangi yil kirib kelishiga dedi adashmasam. Занято, сука! Oh, so'kib berdi bizga. Qani ketdik. Меня всегда успокаивало смотреть в окно при движении поезда. Poyezd o'sha yurib ketib turganda oynani oldida turishni menga yoqadi deyapti. Adashmasam. Voy, o'sha qanaqadir Что за- o'ylayman. Видимо, мне показалось. Надо пойти отдохнуть. Shu ko'zimga narsalar ko'rinyapti deganday qildi. Borib yotishim kerak men deb charchadim deya. Mana o'da gapirdi. Qaysi xona edi bizniki? O'tib ketdim, ha, eshik yopiq bor. Voy, sherigim yo'q. Mana joni sherigim ketibdi. Doktor olib ketibdi men korchi qon og'rib qoldi. Ichi o'tib ketdi. Qilamiz. Eshik o'zi yopilib qoldi. Уважаемые пассажиры, поступила информация, что в первом вагоне заложена бомба. Срочно покиньте вагон! O'ziga bomba qo'yildi deya. Они живые! Постарайтесь! Joni passajirni kimdir o'ldirib tashladi, lekin bor. Mana ketdi. Что за херня? Что тут происходит? O'sha bomba Надо qo'yildi. срочно остановить поезд. Boshqa bo'lsa kerak. Ayyo. Xolos. Pохоже, бомба Bombadan здесь. kelyapti. Bomba shitdi deyapti. Ochamiz. Закрыто. Похоже, надо найти ключи. Qulf ekan. Kalit topamiz. Ayyo, bizga 1 minut qo'shimcha vaqt qo'shib berildi hozir. Ay, buni olsa bo'lar ekan. Ayyo, yeydik ham. Qulf bo'lmani. Ochar lekin hech narsa ko'rmadim. Bu biza xona. Iymonga o'tamiz. Mana kalit. Ol kalit. Ol. Ol. Yugurdik ketdik. Lekin bor o'sha mana yugurmayapti-da, shift. Ochamiz xonani. Надо чем-то перерезать провод. Anu bombani simlarini o'ziga menga narsa kerak deyapti. Oh, skrimerlar ham bor ekan. Mayli. Mana shu yerga kelgan degan ishora beryapti. Mana. Lekin yugurmayapti. Shift bo'lsa ham yugurmayapti. Voy, mendan qaysisini buzish kerakligini so'ramadi-ku. Qoch. 1 minut vaqtimiz bor. Qo'ydim degan. Bilmadim, to'xtatish kerak. Lekin bu vagonlarda hech narsa yo'q. Hech narsa topolmadim, lekin to'xtatganman. Shu vagonda oxirida o'tiraveramiz endi. Temirda
Kaptan ekanmi bu ishga aytgansiz kerak bo'ldi. Sanoqlarga qaytalab qoldi. 3, 2, 1, 0. Ты даже с этим не смог справиться, неудачник. Уже portlamadi. Kimdir biz bilan o'ynashyapti. Иди во второй вагон. Тебя там ждет сюрприз. Keyingi vagonga o'tsang, senga sovg'a tayyorlab qo'yganman dedi. Shu surpriz. Kutilmagan sovg'a tayyorlab qo'yganman deyapti. Endi keyingi vagonga o'tishimiz kerak ekan. Archa bezatib qo'yilgan sovg'alar bilan. Ochamiz. Ketdik. Voy voy, o'ta qorong'i, qanaqadir bizga bir fonarik bermaydimi? Yo'q, bitta hech narsa ochilmaydi. Мигает огонек. Mana shu vagonga oxiriga borganda ishora beryapti-yu. Кукла сделала шажок. 3. Зайчонок встал к стене. 4. Шар дрожит в окне. 5. Медведь сказал: не верь. 6. Отсчет десяток. Теперь ты здесь. Yo'q qilib yana u yoqqa borgin deyapti. O'chyapti, bekorga emas-da bular. Hop, qaytamiz. Lekin shu yo'lda hech narsa. O, ana endi eshik ochilibdi. Ketdi. Chiroq o'chib qoldi, yoqamiz. Похоже, нужно поискать ключи, а лучше отмычки. Hop, menga aytayaptiki, kalit emas. Ko'rchi mana bu qulflarni buzadigan bor, atmochka deydimi? Shunaqa narsa kerak deyapti. Qidiramiz endi. Voy, lekin to'p sakrab yuribdilar o'zidan-o'zi. Shu yoqqa borgin deyapti. Mayda to'pni orqadan uramiz. Ha, kerak Мы narsa просто bizga. так тебя не отпустим. Прояви смелость. Попробуй пройти дальше, если сможешь. Ko'pchi mana shunaqa qorong'u o'yinlarda shunaqa qorong'uda ko'radigan kamera bo'lmasa juda qiynalasizlar. Hop. Ha, bo'ldi, tushundim. Mana sichqonchani o'rtasini bosib tursang deyapti, sovg'ani ichini ko'ralasan deyapti. Buni bossang kamera o'chadi, yana bossang yonadi. Demak biz sovg'alar ichidan bizga kerakli narsani topishimiz kerak, lekin aytmadi. Voy, o'lik yotibdi bu yerda. Buni ichida ko'rinmadi. Quloq yotibdi. Mana bizga kerakli narsa. Ochamiz. Olamiz uni. Keyingi o'yinga. Voy, odam miyasi yotibdi bu yerda.
Odamni miyasi. Hali narsa o'tiribdi-yu, o'tiribdi. Hali ketdik keyingi bo'lganga. Biz o'zi nima kerak? Bizga mana bunaqa qog'oz parchalarini topishimiz kerak ekan. Hop ketdi, yoqib olaylik. Hop. Voy, odam yuragi va mana shuni olishimiz kerak. Eshikni ochgan. Lekin qo'rqitilmadi. Bizga qanaqadir skremerlar bermoqchi. Hop, mana o'sha qog'oz bo'laklarini yig'di hammasini. Agar qiziq qoladi, bemalol o'zlaring tarjima qilib olishlaring mumkin. Vaqt yetadi tarjima qilib o'tirsa. Hop, ketdik, keyingi bo'lganga o'tamiz endi. Ana nimasini oldik-ku biz. Hop, ochyapmiz. Ketdik keyingi bo'lganga. Похоже, батарея у камеры разрядилась. Ana kamerani batareykasi tugadi deyapti. Bo'ldi. Qorong'uda yuramiz endi. Раз. Короткий у стены. 2. Гирлянды холодны. 3. Звук ярлыку веди. 4. Чернила всплыли изнутри. 5. Бумажный острый крест. 6. Увидел, водишь здесь. Jibottalar tutmagan bu odamni nasiya, bu odamni jasadi. Tinchirog'ida yo'qaydigan joyi ham yo'q ekan. Eshiklar qulab. Garchi anaqadir kalit topib kelyapti. Mana ketdi. Eshiklar qulab, lekin ochib ketyapti. Oxiriga
eshik ochildi. Ko'rib turib chiqamiz ekan. Ko'rib chiqanaqadir kalit topishimiz kerak. Shu bilan birga. Hop, ana yu, mang'alog'. Yaqinda ularga ham sezoni keladi. Mang'alog' sotadiganlar bilan ko'rishamizlar. Hop, yo'q. Shunisi qo'rqitmoqchi. Mana topdi. Qanday oladi lekin? Oldik. Bu aboyda nomi nima edi? Vatanmidi? Nima edi? Vatanmidi yo boshqa narsamidi bu aboyda nomi? Nimada Pattervada bo'lgan bu. Mayli, ketdik. Bizda kalit bor endi. Ochamiz eshikni. Eshikni ochdik. Ana ketdi. U ana o'sha keldi, ana passajirlar o'tiradigan joyga. Hop, shu stop uchkasi kerak deyapti. Endi uni topamiz, ana poyezdni to'xtatgani. Hop, bu yerda yo'q. Bu yerda ham yo'q. Mana birma-bir vagonlarni ko'rib ketaveramiz. Bu nima ekan? Ha, bu ana batareyka ekan. Kameramizga. Lekin hozir bunga chaqmas. Oldik, yonib turibdi ekan bu narsa. Oxirigacha qarab chiqdim lekin bu hech narsa qolmadi lekin. Mana ketdik. Mana qo'ng'iroqlar qanaqadir. Boyatdan beri skrimer beryapti-da bular. Agar skrimerni ma'nosini bilmaganlar nima deyapti ekan bu boyatdan beri skrimer desalar, bu yerda hech narsa yo'q ekan. Skrimerni ma'nosi mana shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi, qo'rqitib chiqib qoladi. Mana shu narsa skrimer deyiladi. Hop, hech narsa topilmadi. Bu endi lekin nafas olyapti. Yana qo'lida turibdi lekin o'sha biz qidirib turgan narsa stop uchkasi. Hozir buni olsam bu bilib ularni qanaqamizni. Mayli, tavakkal qilamiz. 1 2 3 yo'qolib qoldi. Poyezdda. Ha, o'zimiz to'xtatamiz ekan.
qilyapti, lekin ish Вы были случайно отобраны победителем в нашем предновогоднем квесте, поэтому для вас был организован персональный сценарий. Все, что происходило, было частью игры. Поздравляем с успешным прохождением. Компания по организации квестов «Жизнь». Если потеряли вкус к жизни, мы всегда вам поможем. o'yin tugadi, lekin bu shunaqa deyapti. Voy, Это твоя уникальная открытка. Почти у всех разные. Ее сделал живой человек, чтобы поздравить тебя. Сохрани и поделись, пусть увидят твою версию. no, mayli. Qo'ygan mushuklar. Eshik ochildi. Yangi yil musiqasi, mushuklar otilyapti tashqarida. Yo'q, mayli, qani ketdik. Mana do'stlar, o'yin tugadi. Agar o'yin yoqqan bo'lsa, bemalol tortib o'ynashlaring mumkin. O'sha tortadigan mushukga kirib, bilmayman, endi sizlar qayerdan tortasizlar, xohlasanglar Steamdan, xohlasanglar boshqa saytlardan. O'sha Express no order deb yozsanglar, o'yinni chiqarib beradi. Agar yoqqan bo'lsa, o'ynab ko'ringlar. O'zlaringiz qiziqarli bo'lsa. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Keyingi o'yinlarda qaysilarda o'ynashimni yozib qoldiring. Agar biron bir takliflaring bo'lsa. Mana do'stlar, o'yin tugadi. Mayli, unda keyingi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr do'stlar.